Yangi mahsulotlarimizni hozir odamlarga berib, mazasi qanchalik yoqishini so'rab ko'ramiz. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Qarang, biz yangi mahsulot chiqaruvdik. Buni bitta yeb ko'rib mazasini bilib bermaysizmi? Mana shunchaki 30 qila olmayman. Ha, nima qilib berish kerak sizga? Bir korobka beraymi? $100. $100 chestniy отзыв. Chestney. Bo'pti, siz bilan qarang, donnoziki o'ynaymiz. Yutsangiz $100 beraman, yutqizsangiz chestniy отзыв qilib berasiz. Bo'ladimi? Davay. Donnoziki. Va yutqizdingiz. Rostdan $100 bermoqchi edim. Yo, mayli, chestney o'zim qo'yaman. Mana. Mana yeb ko'ring, bu bizning yangi mahsulotimiz. Brokko. Siz Dubayda ko'p yurgansiz, Dubay shokoladlarini ko'p yegansiz. Biznikini ham ko'rib bering. Yoqdimi? Bemalol nomer 1 deb sotsam bo'ladimi O'zbekistonda? Bo'ladimi, yoqadimi? Bo'ldi, $100 beraman endi maqta berganingizga. Zo'r, chestney. Chestney? Ha, bo'ldi. Rahmat sizga.